90 daqiqada muzlatadigan muzlatgichda keling mevalarni muzlatib ko'ramiz. Vitrinalik 346 modelining umumiy hajmi 254 litr. Premier muzlatgichi go'sht, sabzavot va mevalaringizni muzlatish orqali ularning yangiligini, vitaminlari va foydali xususiyatlarini maksimal darajada saqlab qolishga yordam beradi. GMCC kompressori bilan jihozlangan bo'lib, ishonchlilik va mukammallikning uyg'unligidir. Sandiq tipidagi muzlatgichilarimizdan 200, 249, 290, 293, 362, 418 va 508 litr hajmdagilardan mavjud. O'zingizga kerakli hajmdagi modellarni ham topishingiz mumkin. Endi esa ko'ramiz, mevalarimiz muzladimi yoki yo'q. Premier muzlatgichi mahsulotlarni nafaqat yangi, balkim foydali xususiyatlarni ham saqlab qoladi. Premier hamyonbop texnika.